Assalomu alaykum. Hammaga qadrdonlar sog'lommisizlar? Ro'za Ramazon ayyomlari bilan bizda orada anchagina to'xtab qolgan grammatik darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugundan Xudo xohlasa uzilishlar bo'lmaydi. Bu yog'iga davomiylikda ushlagan holatda tayyorlab boramiz darslarni. Sizlar bilan 5-darsimizga ham yetib kelgandik. Grammatik aktiv B2 C1 kitobini. Kelinglar, vaqt o'tkazmasdan mavzu yuzasidan kerakli ma'lumotlar bilan tanishib chiqish boshlaymiz. Bugungi bilishimiz kerak bo'lgan mavzular hozirgacha yetib kelgan fe'l mavzusi davom etamiz. Faqat boshqacharoq joyi borki, fe'l bilan birga boshqa qo'shimchalarni ishlatilishi. Birin-ketin to'xtalamiz. Misol qilib aytganda, fe'l plus fe'l yoki fe'l plus adjektiv ya'ni sifat, fe'l plus ot yoki yana prepozisionlar bor. Shu haqda batafsil to'xtalamiz. Demak, mavzuyimizni muhokamasini boshlasak ham bo'ladi. Informatsion direkt zum verb. Verb bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar. O'rtoqlar, yaxshi, bu yerda biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan bir nechta mana qatorda ma'lumotlar bor. Shular bilan o'rtoqlashamiz. Birinchi bo'lib tanishib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa nima bu? Bir daqiqa. Verb plus obyekt mit prepozision bilan. Hammamizga ma'lum, bu yergacha yetib kelgan o'quvchilar biladiki, fe'llar, ayrim fe'llar o'zidan keyin albatta ma'lum bir prepozision bilan ishlatilishini talab qiladi. Bu ishlatilishni qanday tushunish kerak? Misol qilib aytganda, shu yerni o'zida berayotgan fe'l ko'raylik, fugoyt, ya'ni fugoyin fe'li, sich fugoyin fe'li o'zidan so'ng gapni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, auf kabi prepozision bilan davom ettirishni talab qiladi. Boshqalar bilan emas, aynan auf bilan. Nimaga? Bu aynan o'sha xursand bo'lmoq fe'lini ma'nosini bu yerda to'liq ochib berishlik maqsadida ishlatiladi. Auf bilan birga ishlatasiz va bu sizga kerak bo'lgan ma'no to'liq ochib beriladi. Agarda boshqa prepozision bilan ishlatadigan bo'lsangiz, gapingiz to'liq ma'nosiga ega bo'lmay qoladi. Aksincha tushunarsiz holatga kelib qolishi yoki grammatik xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fe'llarni topishlik oson. Xohlang Google ga bering, xohlang hozirgi vaqtdagi Google da ham o'rin bosadigan ChatGPT dan so'rang. Sizga qatorasiga chiqartirib beradi. Uni yodlab olishligimiz kerak. Yaxshi, agar qisqacha ta'rif tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Mana shunday holatlarda, ya'ni fe'llar prepozisionlar bilan birga qo'llaniladigan holatlar kelsa, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu qayerga joylashishi kerak ular. Ya'ni qoidaga ko'ra ega, fe'l va obyekt. Biz mana buni bilamiz. Egani qayda turishini bilamiz, fe'lni qayda turishini bilamiz. Qaytarib o'taman, biz hozirda obyekt haqida. Chunki hozirgacha muhokama qilib kelganim narsamiz obyekt bo'lsa, bu yerda ham aynan shu obyekt masalasi haqida gaplashamiz. Aynan qayerda joylashadi? Hozirgacha tekamoloni gaplashib bo'ldik. Sizlar bilan tushuncha hosil bo'ldi. U qayerda joylash kerak. Endi mana bunday prepozision bilan ifodalanadigan gap qayerda joylashadi? Eslab qolinglar. Gapning oxirida joylashadi, qisqa qilib aytganda. Gapning oxirgi qismiga joylashadi, albatta agar undan keyin fe'l bo'lmasa. Mabodo fe'l bo'lsa, bu yerda o'tgan zamonga o'girib yozib qo'ygan, mabodo fe'l joylashadigan bo'lsa, fe'ldan oldinga joylashadi. Yoki gapni mana bunday holatda, dag'av holatda ham kelishi mumkin. Bu o'sha obyektga nisbatan qanday ot bilan nomlanmasdan shunchaki noaniqroq tarzda unga ishora qilish ma'nosida ishlatiladi. Xo'p, bilgan bo'lsangiz tushunarli. Agarda gapda tekamoloning ayrim bir qismlari keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, eslab qolinglar. Prepozision bilan mana bu yoziladigan joygacha bo'lgan joyda tekamoloni joylashtirasizlar. Tekamolo va undan keyin bu qismni joylashtirasizlar. Bu yerda erfoizikshon lange auf die Party. U nima deyapti? Parti sababli yoki o'sha partiga xursand bo'layapti degan ma'noni tushunsalang bo'ladi. Xo'p, keyin dag'avni
shunchaki tushunishimiz kerak. Mana bu partiyaga nisbat beriladi bu yerda. Partiyaga nisbat berilyapti, faqat noaniq tarzda, ya'ni unga, bunga yoki shunga kabi tushunib olsangiz bo'ladi. Albatta buning uchun siz gapda mana shu partiyaga ishora qilib o'tgan bo'lishingiz kerak va undan keyin foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaxshi, demak bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi qatorga o'taman. Keyingi qatorimizda fe'l plus adjektiv kombinatsiyasi haqida to'xtalinyapti. Fe'l plus adjektiv, ya'ni fe'l bilan birga sifatni qo'llanishi. Yaxshi, o'rtoqlar, fe'l bilan sifatni qo'llanishini A1da o'tib ketgan bo'lishimiz kerak. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, qoidaga ko'ra sifat fe'l bilan ishlatilganda oxiriga o'tib ketadi. Qanday bo'ladi? Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, Ich bin heute sehr müde kabi so'zimizdan foydalanganmiz. Men bugun juda charchaganman. Yoki bo'lmasa nima deysiz mumkin? Sie sind immer im Büro oder überall flexibel. Ular har doim ishxonada yoki hamma joyda aktiv, ya'ni faol bo'ladi. Shu kabi so'zlarda ishtirokida gap tutsangiz, bilingki, sifat qayerda joylashadi? Sifat oxirida. O'zi bu mavzu bilan taalluqli bo'lgan hamma narsa, ya'ni fe'l bilan qaysidir narsa, sifat bo'lsin, ot bo'lsin, kombinatsiyada kelsa, u gapni oxirida joylashadi. Shu narsa haqida gaplashamiz, gapni oxirida. Grammatik jihatdan, strukturada qayerda o'z o'rnini topadi? Gapni oxirida. Mana shu narsani to'xtalib bilib chiqishimiz kerak. Sifat ham ularning biri. Ich bin zurzeit immer schon mittags im Büro. Bu joyni o'qiyapman, qidirib qolmanglar. Ich bin zurzeit immer schon mittags im Büro müde. Nima deyapti bu yerda? Men har doim, mittags nima degani? Ana o'sha abedga urg'u beryapti. Abed vaqtida byuroda charchagan bo'laman, charchayman degan ma'noni beryapti. Yoki bo'lsam pastida ham hozir bu narsaga to'xtalamiz. Pastida endi machen, werden va sich fühlen kabi fe'llar bilan birga adjektiv ishlatilsa-chi deyapti. O'rtoqlar, o'zi fe'l sifatni xohlagan joyda qo'llab ishlatishingiz mumkin. Lekin asosan nima bilan ishlatasizlar? Zayn bilan qo'llab kelinadi. Zayn plus adjektiv bu biz bilgan formati. Endi undan tashqari machen bilan, werden bilan, sich fühlen bilan kabi fe'llar bilan ham sifatlarni qo'shib ishlatishingiz mumkin deyapti. Bunda o'ziga xos ma'no kelib chiqadi. Misol tariqasida aytsam, machen plus to'g'ri, mana bu yerga yozib qo'ying. Machen plus adjektiv, ya'ni o'sha sifatni qo'llaganlaringda nima o'zgarishi bo'ladi bu yerda? Qanday bo'ladi? Jicha g'alatiroq formula aytaman, tushunishga harakat qilamiz. Nimadir, o'rtoqlar, kimnidir qandaydir holatga soladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Nimadir, kimnidir qandaydir holatga solish haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, machendan foydalanasiz. So'zim bilan tushuntirishga harakat qilay. Misol tariqasida aytaman. Das macht uns müde. Müde diyorum har doim. Shelext. Ket, nima bo'ladi? Bu aytayapti bu yerda. Bu bizni charchatadi. Yoki yomon holatga soladi. Nimadir, o'rtoqlar, nimadir. Kimnidir qandaydir holatga solishligi machen plus adjektiv bilan ifodalanadi. Yoki yana aytishingiz mumkin, bu yerga yozaman. Die Arbeit mich nima deysiz? Bu o'zim mana Arbeit qaytamiz orqaga. Bir daqiqa. Die Arbeit macht mich. Demak, bu ish meni nima qilishi mumkin? Sifat, birorta sifat o'ylab topaylik-da. Bo'lishligi mumkin.
Bu ish meni shu dangasa qiladi deylik. Ha? Faol. To'g'risi kelmadi hozir boshqa fikr. Mana. E'tibor beramiz. Nimadir, ya'ni bu ish kimnidir meni qandaydir holatga soladi. Ya'ni bu ish meni dangasa qiladi degan ma'noda tarjimani tushunib olsangiz bo'ladi. Va hokazo bu yerda maxnni vazifasi shu. Endi Verdinga to'xtaladigan bo'lsak, Verdin bu asosan bo'layotgan ish harakatini Zayinni kelasi zamondagi shakli deb tushunib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Boshqachasi kerak emas. Zihfühlen esa bu o'sha aynan biror bir hissiyot, biror bir sifatni o'zingizda his qilishligingiz yoki o'zida his qilishlikni ta'rifi. Unchalik bunga chuqur to'xtalish shart emas. Men bunga to'xtalishimiz shart. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa sifat qayerda bo'ladi? Marhamat. Oxirida. Albatta, undan keyin fe'l kelsa, ya'ni aniqrog'i, fe'l bo'lsa, oxiriga o'tishlik kerak bo'lgan. Undan keyin fe'l o'tadi. Fe'ldan oldin esa sifat bo'ladi. Shuni bilishimiz kerak. Keyingi to'xtalishimiz kerak bo'lgan qator. Verb, nomen, kombinatsion. O'rtoqlar, bu ham abrda o'tgan narsamizni prosta sal takomillashtirishimiz kerak bo'lgan shakli. Qanday? Ayrim otlar bor, fe'llar bilan kelsagina o'zini ma'nosini bir nima deydi, to'laqonli ifoda etadi. Bu juda oddiy shakl. Ya'ni bu yerda beryapti tennis, o'rtoqlar, mana tennis nima qilish? Spielen. Yoki bor buch lesen yoki yana aytishingiz mumkin futbol spielen. Spielen bilan ko'proq o'ralashib qolamiz. Gitara spielen, klavier spielen. Nima bor? Auto fahren, faqat fahren kabi fe'l ot plus fe'l shakli bor. Oson, sodda shakli. Mana bu ot qanday vazifa bajarishligini birgalikda keladi. Mana shu paytda o'rtoqlar bizni gapimizda ega bilan birgalikda kim yoki nima so'rog'iga javob bo'ladigan yana bitta ot paydo bo'lib qoladi-da. Shu vaqtda ikkinchi otni biz gapni oxiriga joylashtiramiz. Shunga e'tibor berishlar kerak xolos. Sie spielt täglich 3 Stunden mit ihrem Freund Tennis. U kuniga 3 soat do'sti bilan tennis o'ynaydi. Pastda ham xuddi shu narsani modal fe'l bilan ko'rishingiz mumkin. Modal fe'l bilan kelsa, mana bu spielen fe'li gapning oxiriga o'tib ketyapti. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Unchalik sizlarga notanish bo'lmasa kerak bu, tabiiy holat. Sie will im Urlaub täglich mit ihrem Freund Tennis spielen. U ta'tilda kuniga do'sti bilan tennis o'ynashni xohlaydi. Va hokazo. Unchalik ko'p vaqt sarflash shart emas, oddiygina tushunsa bo'ladigan qisqagina to'xtalish bu. Keyingisi endi bizga kerak. Qarang, e'tibor bering. Funksionis verb gefüge nima bu? Funksionis verb gefüge. O'rtoqlar, ko'proq rasmiy doiralarda yoki kitobiy jumlalar tuzishlikda yoki bo'lmasam qandaydir gapingizni darajasini ortiqroq, chiroyliroq, kitobiyroq, saviyaliroq gapirishlikda ishlatiladigan turi hisoblanadi jumla tuzishlikda. Murakkablashtirmasdan tushuntirishga harakat qilaman. Sizda fragen fe'li bor, o'rtoqlar. Ya'ni so'ramoq, savol bermoq fe'li bor. Endi bu oddiy shakl. Mana shu fe'lni e'tibor bering, kitobiyroq, saviyasi balandroq bo'lgan shaklda ifoda etishlik uchun qanday boshqacha gaplardan foydalansam bo'ladi? Bunda sizga ot plus fe'l kombinatsiyasi yordamga keladi. Lekin ot plus fe'lni hozir ham aytdingiz-ku degan savol tug'ilib qolsa e'tibor beramiz. Bunda ot bilan fe'l birga kelsa, o'zini ma'nosini shunchaki ochib beraveradi. Ular o'zgacha bir ma'no bermaydi sizga. O'zini ma'nosida qolaveradi. Tennis o'ynamoq bo'ldi. Boshqacha bir Amerika ochmaysiz. Bu yerda esa boshqa fe'llardan, boshqacha beradigan bir tarjimani beradigan so'zlardan umuman bizga yod bo'lgan ma'no olishligimiz mumkin. Ya'ni fragen so'zini o'rtoqlar men ot plus fe'l kombinatsiyasida ham hosil qilishim mumkin. Qanday bo'ladi? Eine Frage geben. Mana shu Funktionsverb gefüge deyiladi o'rtoqlar. Ya'ni savol bermoq. Bu yerda esa so'ramoq shakli oddiygina fragen shaklida berilgan o'rtoqlar.
Mana bunaqa otlarni yoyiq holatda bir ot bilan fe'l shaklida siz birgina fragment fe'lini ifoda etishingiz funksion verb gefüge deyiladi. Bunga kitobda o'zida bergan misol ayni referat halten o'rtoqlar. Bu nima degani? Bu teppa teng bo'ladi prezentiren, prezentiren fe'liga. Ya'ni prezentatsiya qilmoq fe'li bor-ku, ana o'sha referat halten bo'ladi. Yoki yana ko'pgina berishligi mumkin. Nima bo'ladi? Xo'p, hozir eslab olaylik-da. Ha. Yozaman bu yerga. Ayni ko'pchilik bunga guvoh bo'lgan bo'lsa kerak. Ayni Entscheidung treffen fe'lini ko'rgan bo'lishlaring kerak. Ayni Entscheidung treffen. O'zi bu fe'l emas, mana shu funksionsverb gefüge deyiladi. Bu nima degani? Bu shunchaki entscheiden degan. Ya'ni qaror qabul qilmoq degan. Qaror qabul qilmoqni xohlang entscheidenda ayting. Xohlang ayni Entscheidung treffen shaklida ifodalang. Bular ma'nosi jihatdan teng, ammo darajasi jihatdan bir-biridan farq qiladigan so'zlar. Albatta buniki baland, chunki bu hamma joyda ham ishlata olmaysiz. Har kim ham ishlata olmaydigan shakli. Miyamiz qiynalib qoladi. Buni tuzib, gapni ichiga qo'shib ishlatgani, undan ko'ra oddiygina Entscheidungni qo'llab qo'ya olasiz. Uzr. Buniki bunga qaraganda pastroq deb tushunib olsak bo'ladi. Va hokazo mana shu kabi so'zlar funksionsverb gefüge deyiladi. Bular ham bir necha qator qidirsangiz chiqadi. Ko'p, yetarlicha bor. Yodlab, so'zingizda foydalansangiz darajangiz ancha balandligini bemalol ifoda eta olasiz. Qidirib topishingiz mumkin, bemalol. Bunda sizga omad tilayman. Men esa mavzuyimni davom ettiraman. Tarjima qilib ketaylik bir yo'la. Wir halten oft im Unterricht vor der ganzen Klasse Referate. Nima deyapti? Biz o'rtoqlar haltenni tarjima qilmay keting shu yerda. Biz ko'pincha darsda for der ganzen Klasse, ya'ni barcha sinf oldida, shunaqa yoki barcha o'quvchi, qisqasi sinflarni ro'parasi oldida referat halten, ya'ni prezentatsiya qilamiz deyapti. Prezentatsiya qilamiz deyapti. Tushunarli-a? Buni o'rniga siz wir präsentieren oft im Unterricht vor der ganzen Klasse desangiz ham to'g'ri bo'lardi. O'sha ma'no chiqardi. Lekin bu yerda funksionsverb gefüge bo'lganligi uchun mana shu tarzda ifodalayapti. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa, yana o'sha ot bilan birikadi-ku bu fe'l. Ana shu ot gapni oxiriga o'tib qolishligi kerak. Talab qilinadigan narsa shu. Pastda esa shu so'zni hozir o'tgan zamonda qo'llanilgan shakli. Oxirgi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu verb plus verb kombinatsiyasi. Ha. Bir gapni o'zida bir nechta fe'llardan ham foydalanib gap tuzsa bo'ladi. Iloji bor. Buni siz modal fe'l shaklida, verdan plus infinitiv, ya'ni boshqa fe'lni tuzilish shaklida yoki bo'lmasam lassen bilan birga qandaydir fe'lni ishlatib tuzgan bo'lishligingiz mumkin. Lekin men oddiyroq, soddaroq versiyasiga qaytaman o'rtoqlar. Yana A1 ga qaytaman, chunki bugun qandaydir A1larni kuni shekilli. Qanday bo'ladi? Ko'zlaring tushgan gehen bilan schwimmen ishlatilgan joyiga ko'rgansizlar. Gehen schwimmen so'zi bilan birga ishlatilgan. O'zi bitta man qolib ketdi. Xatoga olmaysizlar. Ich gehe schwimmen. Men cho'milgani ketyapman. Ich gehe einkaufen. Men sotib olgani ketyapman. Yoki ishlatishingiz mumkin. Ich gehe nima deysiz? Bilmadim. Qanaqadir yana fe'llar bilan birga ishlatishingiz mumkin. Bu yerda bitta gapni o'zida ikkita fe'l kelyapti. Mana shuni verb plus verb kombinatsiyasi deyiladi. Bir nechta fe'llar bor, o'shalar bilan birga ishlatishingiz mumkin. Bir ikkitasini yozib beraman. Lernen bilan birga boshqa fe'llarni qo'llashingiz mumkin. Boshqa fe'llar. Например, zum Beispiel ich lerne kochen. Men ovqat pishirishni o'rganaman. Ich lerne nima bo'lishi mumkin? Ich lerne unterrichten. Men dars berishni o'rganyapman. Kabi fe'llar. Yoki bo'lmasam yana bor. Ular qaysi edi? Hozir bir daqiqa. Esimga keldi.
beginnen, boshlamoq yoki xo'rin bor. Undan tashqari yana bir nechta fe'llar bor edi. Yodimdan ko'tarildi, negadir eslolmayapman. Shular bilan birga plus boshqa fe'llarni ishlatishingiz mumkin. Kitobda bergan misoli: Sie geht im Urlaub jeden Tag einkaufen. U ta'tilda har kuni sotib olgani boradi. Yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa ikkinchi fe'l oxirida keladi. Bu biz uchun yangilik emas. Okay. Endi o'rtoqlar, uchinchi fe'l tiqilyapti oraga. Ya'ni modal fe'l tiqilsa nima bo'ladi? Modal fe'l bilamiz, qolgan fe'llarga qarab joyini egallab olishlik bo'yicha ustasi farang. U fe'limizni, mana bu fe'lni gapni oxiriga badarg'a qilyapti. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Sie mochte im Urlaub unbedingt jeden Tag einkaufen gehen. U shartsiz ta'tilda, ya'ni o'sha nima deydi, albatta demoqchi, har kuni sotib olishga borishni xohlaydi. Va hokazo. Xo'p, o'rtoqlar, bir pasda darsimizni ham tugatib qo'yibmiz. Qisqasi, mana shu mavzuyimizda bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Ayrim narsalarni qoldirib ketgan bo'lsam, agar yoki tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, men sizlardan kutib qolaman. Bee'tibor bo'lmanglar. Kommentariyaga bildirib ketinglar. Kommentariyada izoh qoldirib ketinglar. Bu sizlar uchun foyda bo'lmasligi mumkin, lekin men uchun albatta bo'ladi. Chunki o'zim e'tibor bermagan joyim bo'lishi mumkin. Ehtimol noto'g'ri tushuntirib ketgan joyim bordir. Buni bildirib ketinglar. Nima deydi? Bir-birimizga foyda bergan bo'lamiz. Men ham qo'limdan kelgancha sizlarga bilim ulashga harakat qildim. Kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Ishlarga omad, hamma sog'-omon bo'lsin. Iftorliklarni yaxshi o'tkazib olinglar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Auf Wiedersehen.